Sizlar o'ylab yurguningizcha yoshlar mana amalga oshirishyapti. Kelajak yoshlari qo'lida. Qo'chqor oldim mana. Bizani kichkina xaridorimiz Qorasuvdan G'alabotirdan kelibdi. Adalari bilan birga kelgan. To'g'risini aytsam, hozir aytyapti, ular ishda yurishadi, men uyda, men qo'y boqadigan deb turib bitta ajoyib bitta qo'chqor tanladi. Xudo xolisa buni urug' niyatida olishyapti. 59 kilo chiqdi bu. Bergan pulingga rozimisan? Iloyim belidan zo'r bolalar tushsin, xo'pmi? Rahmat Bahodir aka. Barakasini bersin. Sizlar qachon kelasizlar? Biz keldik. Ikkilanmasdan keldinglar, ko'rdinglar, tanladinglar, qo'ydinglar, shaqillatib sanadinglar. Nimaga? Qo'chqor bo'lib qolmaydi ancha munchaga. Yeyishlari ham zo'r, o'zgarishi ham zo'r. Shuning uchun mana bu jaydar qo'ylar ko'p yeb solib qo'ysangiz, bo'lib qolib, mazasi bo'lmay qoladi. Bunda unaqa narsa yo'q. Qancha bersangiz yuradi. Sizdan bekorga so'ramayapman-da, hali ham tushunmaydigan odamlar bor, jaydar qo'y bilan bularni solishtiryapti-da. Shuning uchun qimmat deydi-da. Yo'q, yaxshi lekin. Pulga arziydimi? Arziydi. 80 kiloga o'sh qildi. Mashalloh. Bizdan olgan qo'chqorlari o'zlarini jaydari qo'ylarga qo'shdinglarmi? Ha, o'zimiz jaydar qo'ylarga qo'shdik. Natija qanaqa? 2 oylik qo'zi jaydarni 4 oylik qo'zidan kattada. Yo'q, Oyoqlari ham, quloqlari ham uzun. quloqlari ham uzunmi? Ha, quloqlari ham uzun. Mashalloh. Hozir ko'pchilik arashani quloq uzunligiga qaraydi-ku. Bizni sotayotgan qo'zilari orasida ko'pi bantirovkadan o'tmasdan quloqi kalta bo'lgani uchun o'tmay qolganda, o'shaning uchun biz bularni arashan demaymiz. Chunki bantirovkadan o'tmagan. Yana bitta qo'zi qo'chqorimiz Xudo xolisa Qorasuvga qarab turib ketdi. Sizlar hali ham o'ylab o'tiribsizlarmi? Kelinglar, bugun 5-aprel, yomg'irlar to'xtadi, kunlar ochildi. Biz sizlarni G'alaquduqda kutyapmiz.